Mana shu lozaga qarang. Shu darajada Vinicius Abduqodir Husanovga yetib ololmayotgan sabab to'pni oyoqdan chalib olmoqda. Hakam esa qayoqqa qarab turibdi? Ha? Gap yo'q. Men ham Real o'yinini ko'rib o'sdim. Hali ham o'ynaydi va futbol olamidagi eng go'zal o'yinlardan biri. Shu o'yinning go'zalligini buzgan Viniciusga qanday qo'llab-quvvatlaysiz umuman? Ana shu paytda Vinicius yiqilganida edi. Butun manipulyatsiyasini ko'rsatib, o'sha yerda 5 soat yotib qolardi. Abduqodirning shu darajada sabr toqati, yigitligi ana shu yerda ko'rinib turibdi. Abduqodir Husanovga respekt, o'zining eng yaxshi himoyachisi ekanligini isbotlab tashladi. Avvalgi Real Madrid qo'llab-quvvatlashga arzir edi, ammo mana bu Real Madrid. Ay bu adam bo'lmaydi.